Yaqinda Renessans universiteti hamda Buyuk Britaniyaning nufuzli oliygohlaridan biri Greenwich universiteti o'rtasida o'zaro hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolangan edi. Mazkur kelishuv akademik aloqalarni yangi bosqichga olib chiqishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Bugun ushbu memorandum doirasida Greenwich universiteti vakillari Renessans universitetiga tashrif buyurdi. Tashrif doirasida hamkorlikning istiqbollari, qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy loyihalarni birgalikda amalga oshirish masalalari muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Greenwich universiteti Buyuk Britaniya poytaxti Londonda joylashgan, o'zining boy tarixiy an'analari va zamonaviy ta'lim yondashuvlari bilan tanilgan oliy ta'lim muassasasidir. 1890-yilda tashkil etilgan ushbu universitet 135 yildan ortiq vaqt mobaynida sifatli ta'lim va ilmiy izlanishlar orqali xalqaro akademik maydonda mustahkam o'rin egallab kelmoqda. Mazkur tashrif ikki tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlash va talabalar hamda professor-o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda. Hozirgi kunda universitetda 140 dan ortiq mamlakatdan kelgan 20 mingdan ziyod talaba tahsil oladi. Bu esa uni haqiqiy xalqaro akademik makonga aylantirgan. Ta'lim jarayonida nazariya bilan bir qatorda amaliyotga alohida urg'u berilishi bitiruvchilarning mehnat bozorida tez va muvaffaqiyatli o'rin egallashiga xizmat qilmoqda.